ayolingizni darajasini mana shu yerda turgan qancha erkak bo'lsa hamma orzu qilyapti aka hozir. Ayollaridan oxirgi daqiqagacha roziman ayasi, roziman. Shu ikkita o'g'il tug'ib berding. Men sendan mana shu dunyoda roziman, joying jannatda bo'lsin deb tepasida Qur'on o'qib o'tirdi. Shu ayol jon berdi. Akamiz asli Farg'onalik. Hozir biz Koreyani Chinju degan shaharda turibmiz. Bu insonlar hammasi Kojedo shahrini juda katta Samsung kema zavodi bor ekan, o'sha yerdagi ishchilar ekan. Mana hozir Koreyada kechasi soat 11-12 bo'lyapti, lekin mana shu insonning hurmati uchun, marhumaning hurmati uchun hech kim ketgan yo'q. Ko'chada ham anchagina odam bor, karis sajanlari, boshliqlar ham shu yerda turibdi. Biz hozir ehson videosini qilyapmiz. Bu marhumani jo'natish xarajatlarini davlat hisobidan qoplanadi. Xabarlaringiz bor, O'zbekiston fuqarosi bo'lganligi uchun davlat hisobidan O'zbekistonga marhumani jo'natib berishadi. Lekin biz hozir ehson yig'yapmiz. Nima sabab? Bu postimizni mana shu videoda tagida birinchisi akalar like tugmasi, undan keyin kommentariya, undan keyin repost. Repost eng muhimi, shu repostni bosib qo'yinglar, ehson qilolmasalaring. Undan keyingi jo'natish tugmasi, shularni bosinglar. Gaplarimiz ham chalkashib qolyapti. Hamma bu yerda shokda. Bir aqli hushi joyida odamni o'zi yo'q hozir bu yerda. Mana marhumani oldida turibmiz. Bu inson haqida gapirsam, akamiz o'sha oxirgi nafaslarini olayotgan paytda men aytdim, aka yuring, oxirgi payt oldida bo'ling dedim. Qo'llarini ushlab, ayollarini mendan rozi bo'l, men ham sendan roziman deb duo qildilar. Ayollardan rozi bo'ldilar. Ishonasizlarmi? 20 ta doktorni men sanadim. Ustida haligi jonini berib harakat qildi-da. Bilyapti ular ham vafot etayotganligini, o'layotganligini bilyapti, lekin shu karis xalqiga mingdan ming rahmat, otasiga rahmat deydi-yu, xuddi shunaqa. Xullas, o'sha doktorlar, vrachlar mana shu insonni oldida pizzillab orishyapti-da, xizmat qilib. Oxirigacha bu inson uzaylik apparatni deyapti, doktor aytayapti. Uzaylik desa, mana shu inson aytayaptiki, yo'q deyapti. Inshaalloh umidim bor, yashab ketishi mumkin-ku deyapti. Oxirigacha turdi lekin mana shu odam. Oxiri doktorlar aytdi, 3 soat sun'iy nafas berdi dedi. 3 soat. Tasavvur qilinglar, 3 soat sun'iy nafas berdi. Oxiri marhuma ham qiynalib ketdi. Oxiri men qarasam, davleniyasi o'zi 30 gami, 20 gami tushib qolgan ekan. Shu inson farzand ko'rdi, farzand ko'rgan paytida 4 kilo 100 gram tug'ilgan ekan, o'g'illari sog'lom tug'ilgan. Shu ayolda ko'p qon ketishi natijasida doktorlar asrab qola olmadi. Shunchalik mana Koreyani tibbiyotini maqtaymiz, lekin Alloh taolo o'sha vaqt soati bilan hammani o'zini oldiga chaqirar ekan. Shuning uchun mana shu inson aytayapti-da, kelsam, Avazbek deydi. Necha kun yotdingiz aka kasalxonada ishlaydi? 3 kun. 3 kun yotdim deydi. Karis doktorlar chiqib, o'zi mana shu ayolimga qarayotgan doktorlar chiqib tuxum qovurib beryapti deydi. Sen shu yerda yotibsan deydi. Ko'rpa to'shak qilib kelib yotib o'tirdi. Mana shu insonga rahmat. Musofir yurtda. Bu hech kimni boshiga tushmasin. Menga telefon qilyapti-da, men umuman boshqa shaharga qarab ketyapman. Mana shu odam menga telefon qildi, mana shu odam. Marhumani qarindoshlaridan ekan. Avaz aka, srochniy bitta holat bo'lib qoldi. Bizni qarindoshimiz farzand dunyoga keltirdi, lekin o'zining ahvoli chata bo'lib qoldi. Bitta istoriya qo'yib bering, xalq duo qilsin deydi. Men aytdimki, aka, hozir istoriya qo'ysak, lichkamga to'lib ketadi. Uni qo'ya olmayman degan narsani aytdim-da, vaziyat bu darajada jiddiyligini bilmasdim. Lekin Alloh taolo sen nima deyapsan dedi menga. Mana shu insonni telefonini qo'yishimga bu odam telefon qildi, lokatsiya tashadi, ishonasizlarmi? Qanday yetib kelganimni bilmayman. Video qildim. Sizlardan duo so'radim o'sha paytda. Yetib kelsam, mana shu inson o'zi o'tiribdi. Yonida bitta ikkita o'rtoqlari bor. Marhuma oxirgi nafaslarini olyapti. Doktorlar qo'limizdan kelganini qildik deyapti. Kirdik, xullas, marhuma kirishimizga akam ozgina Qur'on tilovat qildilar. Ayolidan rozi-rizochilik so'radi, roziman dedi, jon uzildi. Men aytmoqchimanki, 4 yashar bir o'g'il farzandni dunyoga keltirib, shu insonga sovg'a qildi umri davomida. Undan tashqari yana bitta 2 kun bo'ldimi bugun tug'ilgan ekan aka? 2 kunlik o'g'il farzand, soppa sog'lom farzandni dunyoga keltirdi va o'zi o'sha farzandni dunyoga keltirish chog'ida omonatni topshirdi. Endi o'zlaring bilasizlar, odamlar bu darajani havas qiladi. Men akaga hamma kelib hamdardlik bildirib, akajon, do'stim, ukajon, bandali ekan, siqilma degan joyda men akani oldiga kelib aytdimki, aka, tabriklayman dedim. Nimaga deydi? Bu daraja bizga orzu dedim.
sahobalar hattoki orzu qilishgan mana shu darajani-da. Keling aka. Mana shu tarjimon akamizni ham mana alohida gapirib o'tib ketaylik. Bu inson ham tingani yo'q. Mana shu Alloh taolo sen karis tilini bilasan, bor yordam ber deb qalbiga solib qo'ygan ekan. Karislari bilan birga tingani yo'q. Hozirgacha mana yordamda turibdi. Namanganlik akamiz ekan. Xullas mana shu Samsung kema zavodidagilar oqibatiga tan berdik. Bular aytishyaptiki, Avazbek ehson qilaylik deyishdi. Men ham o'zim ham davay dedim. Nimaga? Chunki bu inson Allohning do'sti ekan. Mana yotgan inson Allohning do'sti ekan. Jo'natish xarajatlarini davlat qoplayapti, lekin marhumda kasalxona to'lovi uchun hozir mana tarjimon akamizdan ham so'rashlaringiz mumkin. Mana o'sha zavodda taniydiganlar 8,5 million won atrofida pul chiqdi. Bu kasalxona shunaqa ekanki, pulini ber, keyin beraman marhumani derak. Mana akamizda oxirgi puli qolgan ekan, 300 ming won puli qolgan ekan. Ana shu pulni to'ladik. 8 milliondan oshiqroq kasalxonaga qarz bo'lib qoldik hozir. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatinglar, hammaga tarqatinglar, yetib borsin. O'zbekistondamisiz, Amerikadamisiz, Yaponiyadamisiz, Saudiyadamisiz, qayerda ko'rayotgan bo'lsangiz ham repost tugmasini bosib qo'ying. Balkim sizni o'sha obunachilaringizdan bittasi Koreyada turgandir. Bilamiz, qishki kuni hech kimda bir ish yo'q. Hattoki menga telefon qiladi odamlar, yegani nonga pulim yo'q deydi. Koreyada ham shunaqa holat. Bilamiz, hammaga qiyin. Lekin mana shu holatda biz musulmonlar birlashadigan vaziyatdamiz. Hozir bu insonni bizda haqqi bor. Ya'ni biz bu insonni yuvib, kafallab shu vataniga qo'ymoqchimiz. Men akamizga aytdim, aka Koreyaga qo'yib qo'yaylik desam, endi turmush o'rtoqlari uydagilarga men nima deyman, Avazbek o'sha Farg'onaga Vodil degan joydan ekan bu kishim, o'sha yerga olib boramiz dedi. Bo'ldi aka, qolgan xizmatlariga biz qarashamiz dedik. Mana shuncha odam yordamda turibdi. Ehson tashkillashtiryapmiz. Maksimalni ehson qilinglar, bizga yordam beringlar, chunki hozir mana Qizil kunlar tugashi bilan biz marhumani tezlatib O'zbekistonga jo'natmoqchimiz. Lekin hali aytganimdek, marhumaga ehson pullarini yig'ib kasalxonaga olib kelib bermasak, marhumani xullas bizga bermoqchi emas, karislar. Iltimos sizlardan, akajon, Alloh sabr bersin sizga, hali aytgan gapim. Bu xursandchilik, erkaklar orzu qiladi bu darajani. Endi bu yog'iga aka, men bu insonni bitta gapini eshitib qoldim. Ayolini o'sha oxirgi nafasini olayotgan paytda shunday qo'lini ushladida, ayasi dedi, ikkita o'g'limizni va'da beruvdim-a senga dedi. Inshaalloh, shunaqa dedingiz. Qori bo'ladi, niyating bor-da dedi. Shu gaplarni eshitdim. Keyin men o'zimcha aytdimki, bu aka o'sha ayoliga bergan va'dasini ustida oxirigacha turdi dedim. Karislar bor-ku, karislar. Shok bo'lib qoldi. Mana shu insonni xotini bilan xayrlashayotganini ko'rib shok bo'lib qoldi. Endi karislar ham qo'ldan kelganini qildi. Tibbiyot ojiz, qaroch. Bu joyda tibbiyot ojiz. Alloh bir buyurdi, bor dedi, opke jonini dedi, Azroil keldi oldi. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatinglar, ehson tashkillashtiryapmiz. Men akalarga aytdim, akalar dedim, bu inson vafot etdi, lekin bu bizni ehsonda qatnashgan insonlarni Alloh taolo bir erkatoy bandam bor edi. Shu bandamni ehsonida qatnashgan eding. Esingdami? 1000 won, chon won ehson qilgan eding. Shu bandamning hurmati seni gunohlaringdan kechdim. Roziman desa, ne ajab deyapmiz-da, biz shundan umidimiz bor, tushunyapsizlarmi? Bunaqa ishlarda hali O'zbekistonda ko'ramiz-da aka. Janozada ko'tarib ketsa, odamlar tiqilib, kirib, qo'lini qo'yib oladi-da, qo'lim tegsin deydi-da hali joyda. Endi biz musofir yurtamiz. Hamma kelib batta marhumani oldida yordam berish shart emas. Zavodda ishlayapsizmi? Qayerdadir bizni ko'ryapsizmi? Ehson qiling. Biz mana amaliy ishlarga turib beramiz. Sizlarning ehsonlaringiz kasalxona xarajatlari uchun sarflanadi. Iltimos sizlardan, xudo xolasa aka, hozir jo'natish firma bilan gaplashdik, Jo'natish firmasi bilan gaplashdik. Ular aytishyaptiki aka, xudo xolasa juma kuni inshaalloh, juma kuni O'zbekistonga yetkazib olib boramiz deyishyapti. Endi qizil kunlar o'rtaga turib oldi-yu, shu sababli. Endi hozir elchixonaga ham aloqaga chiqdik. Alloh rozi bo'lsin. Elchixonadagilar mana soat 11da, 10da telefon qilsak ham, shu uxlayotgan joydan telefonni ko'tarib, "Labi Avazbek, nima xizmat?" dedi. Mana akani o'ziga bog'lab qo'ydik. Hali 2 kunlik tug'ilgan bolasini o'zi qizil kun elchixona ishlamaydi, lekin elchixona mashi insonni bolasi uchun ertaga ochiladi deb turib, o'sha 2 kunlik tug'ilgan chaqaloqqa tug'ilganlik haqida guvohnoma qilib beramiz. Ayasi, hali 4 yasharlik bolasi, hali 2 kunlik chaqaloq, dadasi hammasi birga ketsin deb turib sharoit qilib beryapti. Elchixonadagi insonlarga ham katta rahmat. Iltimos sizlardan maksimalli podeshka qilinglar.
Biz shu yerdamiz, ketganimiz yo'q. Hamma mendan so'rayapti, Avazbek shu farg'onalik kelin nima bo'ldi deyapti. Mana farg'onalik kelin omonatni topshirdi. Lekin hammamizni nima deydi? Qalbimiz larzaga keldiki, bu insonning vafoti hammamizni havasimizni keltirdi. Men to'g'risi mana shuncha 10 yildan beri Koreyada yurgan bo'lsam, mana shunaqangi holatda vafot etgan insonni ko'rmadim. Mana qaranglar, eri rozi. Ha? Shunday chiroyli o'lim topyapti. Ikkita farzand dunyoga keltiribdi. Aka-ukalari, ota-onalari ham rozi. Shuning uchun iltimos sizlardan Alloh taoloning bir erka bandasini o'sha o'zini joyiga qo'yaylik. Endi qiyomatgacha uni yotar joy o'sha joy. Biz o'sha oxirgi manziliga yetkazib borishlik uchun yo'l kiraga pul yig'yapmiz. Shunday tushuninglar, tushundilaringlar. Endi kasalxona skidka qilib bermadi, to'g'risi. Juda qattiq kasalxona ekan. Sizlardan yig'ilgan pulni olib kelib topshiramiz. Ortib qolganini Xudo xolasa akani qo'liga beramiz. O'zbekistondagi marosimlariga inshaalloh ishlatadi. Hammaga rahmat, aka sizlarga ham rahmat. Mana ko'ryapsizlar, aka, hamma hali realni ko'rsatilyapti, to'g'rimi? Hamma narsa. Bu akalar aytayapti, Avazbek sizni Instagramdan ko'rardik, mana hayotda ham ko'rdik. Ko'pi bilan bitta mahalladan ekanmiz. Mana bu inson mana shu marhumani o'z yaqinlaridan ekan. Iltimos, maksimalli podeshka qilinglar, ehson qilinglar, komment yozinglar, like, repost tarqatib yuboringlar. Biz marhumani inshaalloh jumaga harakat qilamiz, aka. Agar jumaga ulgurmasa, shanbaga harakat qilamiz. Lekin hali aytganim, aka, siz marhumadan bir kun oldin bolalaringizni olib ketasiz. Keyin yana bizga bitta yordam, agar ilojisi bo'lsa, chorshanba, payshanba kunlari O'zbekistonga ketadigan bir ayol kishilar bo'lsa, aloqaga chiqsa, bizga yordaminglar kerak. O'sha 2 kunlik chaqaloqni olib ketishga bu insonga ayol kishining yordami bizga zarur bo'lyapti. Iltimos shu tomondan yordam beringlar. Yana bitta narsa, bu kishi muslima ayol, muslima marhuma. Bu kishini yuvib kafanlash uchun bizga bitta g'asol yetmaydi. Bizga ikkita g'asol kerak bo'ladi. Mabodo shu videoni ko'rsalaringiz, mana lichkamga yozinglar. Menga ikkita g'asol opalarimizda yordami kerak bo'lyapti. Mana shu insonni yuvib kafanlab berishga. Iltimos sizlardan marhumani va meni haqqimga, mana shu turgan xizmatda turgan insonlarning haqqiga, hammamiz haqqimizga duo qilinglar. Podeshka qilinglar, sog' bo'linglar, hammaga tarqatib qo'yinglar. Rahmat.